Bugungi mavzumiz Toshkent shahri va Toshkent viloyati. Toshkent shahri O'zbekiston Respublikasining poytaxti. Toshkent shahrining maydoni 340 kvadrat kilometr. Aholisi 2.550.000 kishidan ortiq. Chirchiq daryosidan suv oladigan Bo'zsuv, Salor, Anhor, Qorasuv, Bo'rijar, Oqtepa, Qoraqamish va boshqa kanallar shahardan oqib o'tadi. Aholining yer yuzining turli xil o'simliklari bilan tanishtirish maqsadida shaharda botanika bog'i tashkil etilgan. 64 gektar yer maydonini egallagan bog'da o'simliklarning 6000 dan ortiq turi va navlari o'stiriladi. Ayniqsa, bog'da parvarish qilinayotgan turli lolalar bolalarning ko'zini quvontiradi. Botanika bog'i yonida katta yer maydoni ajratilib, shu joyda Toshkent hayvonot bog'i qayta tashkil etildi. Hayvonot bog'ida 249 turdagi 3000 dan ortiq jonivorlar saqlanadi va parvarish qilinadi. Bu jonivorlar yer yuzining turli joylaridan keltirilgan. Shaharda 10 dan ortiq istirohat bog'lari bor. Toshkentdagi istirohat bog'laridan eng kattasi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'idir. Toshkent dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biridir. Toshkentda Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va boshqa turli muzeylar, teatrlar, madaniyat markazlari bor. Toshkent O'zbekiston Respublikasining siyosiy, ma'muriy markazi hamdir. Bu yerda mamlakatimiz prezidentining qarorgohi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Vazirlar Mahkamasi, xorijiy davlatlarning elchixonalari joylashgan. Keyingi yillarda bunyodkorlik va ko'kalamzorlashtirish ishlari tufayli Toshkent dunyodagi eng hashamatli va eng go'zal shaharlar qatoriga qo'shildi. Bolajonlar, endi Toshkent viloyati bilan tanishamiz. Toshkent viloyatining maydoni 15250 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi 2.910.000 kishidan ortiq. Viloyat markazi Nurafshon shahri. Shuningdek, Chirchiq, Angren, Bekobod, Olmaliq, Yangiyo'l, Ohangaron, Chinoz, Bo'ka va boshqa shaharlar mavjud. Toshkent viloyatini shimol va sharq tomondan Qorjantog', Ugom, Talas Olatovi, Piskom, Chotqol Quramatog' tizmalari o'rab turadi. Bu tog'lar orasida ko'plab qishloqlar joylashgan. Toshkent viloyatida yozda harorat +38 gradus atrofida bo'lsa, qishda -15 gradusgacha sovuq bo'ladi. Sirdaryo, Chirchiq va Ohangaron kabi daryolar viloyatni suv bilan ta'minlaydi. Chirchiq daryosiga qurilgan Chorvoq suv omborining ahamiyati kattadir. Tog' yonbag'irlarida lola qizg'aldoq, rovoch, piskom piyozi, norshiroj, bodom, xandon pista, do'lana, tog'olcha, zirq, archa, yong'oq va boshqalar o'sadi. Daryo sohillaridagi to'g'aylarda chiyabo'ri, quyon, yovvoyi o'rdak, g'oz va qirg'ovullar yashaydi. Tekislikda tog' etaklarida kaltakesak, ilon, yumron qoziq, toshbaqa, shuningdek tulki, bo'ri, bo'rsiq, kaklik uchraydi. Tabiatni muhofaza qilish uchun Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi va Ugom Chotqol davlat biosfera rezervati tashkil etilgan. Qo'riqxona va rezervat Chotqol tog' tizmasining g'arbiy qismida joylashgan. Ularning hududida qo'ng'ir ayiq, oq tirnoqli ayiq, Sibir tog' echkisi, bug'i, to'ng'iz, qoplon, ko'k sug'ur, Turkiston silovsini, jayra, qora tasqara, qora kalxat, burgut kabi jonivorlar muhofazaga olingan.
Ugon va Chotqol tog' tizmalari oralig'idagi katta hududda Ugon-Chotqol davlat milliy tabiat bog'i tashkil etilgan. Bu joylarda bolalar va kattalar uchun ko'plab dam olish maskanlari barpo etilgan. Toshkent viloyati hududida oltin, mis, qo'ng'ir ko'mir, marmar, granit, ohaktosh konlari bor.